Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Hozir biz ayni damda perrondamiz. Ko'rishingiz mumkin. Toshkent Kazan yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz joylashib olishgan. 16-perron ostida soat 18:00 da jo'nab ketadi. Bu tomonda esa Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi mavjud. Yaqinroqdan kuzatishimiz mumkin. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha yo'lovchilarimiz birozdan so'ng ko'rsatka jarayonlari bo'lib o'tadi. Yo'lovchilarimizdan qisqacha suhbat jarayonini olib boramiz. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Moskvaga ketyapman. Moskvaga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? 865. 865 ming. Kassadan oldingizmi yoki ofisda? Yo'q, kassadan. Kassadan oldingizmi? Oldin ham avtobus reyslarimizdan foydalanganmisiz? Yo'q, endi men birinchi marta boryapman. Birinchi martami? Bo'ldi, hozir qulayliklar haqida tanishib chiqasiz. Rahmat sizga, yaxshi yetib oling. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Moskvaga bilet narxlarimizni qanchadan xarid qildingiz? 865. Oldin ham avtobus reyslarimizdan foydalanganmisiz? Yo'q, birinchi. Sizga ham birinchi martami? Qonuniymikan? Qonuniymikan? Qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz Qozog'iston bilan 5 yilga hamkorlikda tuzilgan. Taraklar bormi? Bor, javob beramiz. Ko'rdingiz-ku, bu avtobus tarafida. Yo'q, bizaniki. Mayli, xo'p. Rahmat, kattakon, yaxshi yetib oling. Oq yo'l tilaymiz sizga.